Ko'pchilik chet elga chiqqanda qayerda yashayman deb o'ylaydi. Hostelmi, mehmonxonami yoki Airbnbmi? Bugun aynan Airbnb haqida gaplashamiz va oxirida Londonda yashashim necha pulga tushganini aytaman. Airbnb bu odamlardan vaqtinchalik uy yoki xona ijaraga olish platformasi. Ko'pincha mehmonxonaga nisbatan qulay, arzon va o'zingizni uyda yurgandek his qilasiz. Saytga yoki ilovaga kirasiz, manzil va sanani kiritasiz, variantlar chiqadi. Sharhlar, reyting va host haqida ma'lumotni diqqat bilan o'qing. Uyda oshxona, kir yuvish mashinasi, soch quritgich bormi? Bular o'zi sizga kerakmi? Shunga qarab tanlang. Shuningdek, self check-in yoki kimdir kutib oladimi? Bu juda muhim. Yaqinda Londondagi safarim davomida Airbnb orqali uy ijaraga oldim. Host juda samimiy inson bo'lib chiqdi. U shaharda qayerga borish va nima ko'rish kerakligini tavsiya qildi. Uyi juda toza, qulay va ayniqsa metro bekatiga juda yaqin joyda joylashgandi. 3 kunlik yashash menga attiga $150 tushdi. London uchun bu juda yaxshi narx. Ushbu videoni chetga ketmoqchi bo'lgan do'stingizga yuboring va o'z fikringizni izohlarda qoldiring.